Assalomu alaykum. Bugun biz dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinadigan, ammo foydalari haqida hali hamma ham to'liq bilmaydigan ichimlik ko'k choy haqida gaplashamiz. Nima uchun bir kunda 2-3 piyola ko'k choy ichish sog'liq uchun mo'jizalar yaratishi mumkin? Bugungi videoda ko'k choyni ilmiy isbotlangan eng muhim foydalarini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Ko'k choy hozirgi vaqtda dunyoda eng ko'p iste'mol qilinadigan ichimliklardan biri hisoblanadi. Ko'k choy tinchlantiruvchi ichimlik bo'lib, salomatlik uchun juda ko'p foydali jihatlarga ega. Antioksidantlar va boshqa fitonutrientlar manbai bo'lgan bu ichimlik sog'lom hayot uchun mo'jizalar yaratishi mumkin. Boshqa foydali jihatlaridan tashqari ko'k choy bakterial va virusli infeksiyalarga qarshi kurashadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maksimal foyda olish uchun kuniga 2-3 piyola ko'k choy iste'mol qilish mumkin. Ko'k choy va yurak salomatligi va xolesterin muvozanati. Ko'pchilik xolesterinni faqat zararli deb o'ylaydi. Aslida esa ular ikki xil bo'ladi. Birinchisi tomirlar devoriga yopishib tiqinlar hosil qiluvchi yomon xolesterin. Ikkinchisi esa aksincha tomirlarni ortiqcha yog'lardan tozalab, jigarga haydaydigan yaxshi xolesterin. Salomatlik uchun aynan mana shu ikki modda o'rtasidagi muvozanat juda muhim. Ko'k choyning mo'jizasi shundaki, u tabiiy ravishda yomon xolesterinni kamaytirib, yaxshi xolesterin darajasini oshirishga yordam beradi. Uni tarkibidagi kuchli antioksidantlar, flavonoidlar va katexinlar qon tomirlarini elastikligini oshiradi va qonni suyultirib, aylanishini yaxshilaydi. Bu jarayon yurakka tushadigan ortiqcha zo'riqishni olib tashlaydi, qon bosimini me'yorlashtiradi va yurak xuruji hamda insult xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Kuniga bir necha piyola ko'k choy ichish bu qon tomirlaringizni ichidan turib xavfsiz va samarali tozalash demakdir. Saratonni oldini olishi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'k choy tarkibida saratonga qarshi faollikka yordam beradigan polifenollar mavjud. Undagi antioksidantlar o'simtalarda yangi qon tomirlari hosil bo'lishini oldini olishga yordam beradi. Bu esa saraton hujayralarini tez o'sishiga to'sqinlik qiladi. Depressiyaga qarshi kurashda yordam beradi. Tiamin tinchlantiruvchi vazifasini bajaradigan va tanangizning dam olishiga yordam beradigan aminokislota bo'lib, ko'k choy tarkibida ko'p miqdorda bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kuniga 4 piyoladan ortiq ko'k choy ichgan odamlarda tushkunlik, depressiya kamroq kuzatilgan. Ozishga yordam beradi. Bioaktiv moddalar ko'k choy tarkibida katta miqdorda mavjud bo'lib, ular organizmda moddalar almashinuvi, metabolizmni rag'batlantirish orqali vazn yo'qotishda muhim rol o'ynaydi. Choy tarkibida boshqa moddalar ham bor bo'lib, ular organizmga to'plangan yog' hujayralarini bo'shatish va ularni energiya olish uchun yoqish haqida signal beradi. Ayollarda gormonal fonni qo'llab-quvvatlaydi. Eng keng tarqalgan foydalaridan biri shundaki, ko'k choy ayollardagi gormonal muvozanatsizlikni nazorat qilishga yordam beradi. Muntazam iste'mol qilinganda u hayz ko'rish siklini tartibga solishga yordam beradi va sikl davomidagi haddan tashqari sanchiqlarni, ya'ni spazmlarni kamaytiradi. Ko'k choy tarkibidagi flavonoidlar va katexinlar progesteron gormoni darajasini sog'lom tarzda oshirishga yordam beradi. Yana bir muhim foydasi shundaki, u ichiladigan suv kabi organizmni namlik bilan ta'minlaydi. Ko'k choy kun davomida organizmda namlikni saqlab qolishga yordam beradi. U sizni kun bo'yi quvvat bilan ta'minlab turadi. Ko'k choyni salomatlik uchun foydalari haqida tanishdingiz, endi esa uni ayollar kosmetologiyasidagi o'rni haqida ham gaplashamiz. Aslida oddiygina ko'k choy yordamida uy sharoitida yuz terisini asrab-avaylash va sochlarni go'zallashtirishning juda oson yo'llari bor. Hozir biz sizlarga ana shu foydali va hamyonbop retseptlarni ko'rsatib o'tamiz. Ishonamizki, bu ma'lumotlar sizga ham asqotadi. Birinchi navbatda ko'k choy damlamasidan kosmetik muz tayyorlashni maslahat beramiz. Buning uchun sifatli choyni damlab, muz idishchalariga quyib muzlatasiz. Har kuni ertalab yuzingizni shu muz bilan artsangiz, teringiz taranglashib, yangicha nafas oladi.
Bu usul ayniqsa ertalabki shishlarni yo'qotishda juda samaralidir. Agar teringiz quruq bo'lsa, ko'k choy damlamasini qaymoq bilan bir xil nisbatda aralashtirib niqob qilishingiz mumkin. Teringiz yog'li bo'lsa, choy damlamasiga biroz limon sharbati qo'shib ishlatish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ko'z ostidagi charchoqni olish uchun ko'k choy paketi yoki damlamasida namlangan paxtalarni 5 daqiqaga ko'z ustiga qo'yish kifoyadir. Agar sochlaringiz tez-tez to'kilsa yoki qazg'oq qiynayotgan bo'lsa, ko'k choy bu borada eng yaxshi tabiiy vositadir. Birinchi navbatda soch ildizlarini mustahkamlash uchun ko'k choyni achchiq damlamasdan foydalanamiz. Uni soch yuvishdan oldin bosh terisiga yaxshilab surtib, uqalaysiz. So'ngra odatdagidek shampun bilan yuvib tashlaysiz. Bu usul nafaqat ildizlarni baquvvat qiladi, balki qazg'oqni yo'qotishga ham yordam beradi. Agar sochlaringiz tez yog'lanib, jilosini yo'qotayotgan bo'lsa, 1 stakan achchiq ko'k choyga biroz limon sharbati qo'shib niqob tayyorlang. Bu aralashma sochdagi ortiqcha yog'ni yo'qotib, ularga yangicha ko'rinish beradi. Eng oddiy va samarali usul esa sochlarni chayishdir. Har safar soch yuvib bo'lgandan keyin ularni kuchsiz damlangan ko'k choy bilan chaysangiz, sochlaringiz ipakdek yumshoq va itoatkor bo'lib qoladi. Eng muhimi, ularda tabiiy va sog'lom jilo paydo bo'ladi. Ko'k choy nafaqat yuz, balki badan terisini taranglashtirishda ham ajoyib yordamchidir. Ayniqsa undan sellyulitga qarshi samarali niqob sifatida foydalanish mumkin. Buning uchun ko'k choyni achchiq damlamasini biroz o'simlik moyi bilan aralashtirib, muammoli teri qismlariga surtasiz. So'ngra ta'siri yaxshiroq bo'lishi uchun terini issiq tutadigan sochiqqa yarim soat davomida o'rab qo'yish kerak bo'ladi. Oxirida esa ortiqcha moyni salfetka bilan artib tashlaysiz. Bu muolaja terini yoshartirib, uni silliq va tarang holatga keltiradi. Ko'rib turganingizdek, ko'k choy nafaqat ichimlik sifatida salomatlikka beqiyos foyda keltiradi, balki tashqi go'zalligimizni asrashda ham eng yaqin ko'makchi bo'la oladi. Bu tabiatni bizga bergan shunday bebaho ne'matki, u bilan ham ichki ham tashqi dunyomizni go'zallashtirishimiz mumkin. Umid qilamizki, bugungi ko'k choy haqidagi ma'lumotlarimiz va sodda retseptlarimiz sizga manzur bo'ldi. O'zingizga g'amxo'rlik qilishdan aslo charchamang, chunki har biringiz eng yaxshi parvarishga loyiqsiz.